بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bizninki bu Şarkı Türkistanlıkla İttifakı edilen bu cemiyetninki kurulganlıqıga 6 ay toşqanlıq münasebeti bilen Muşeninki teşkilatlığını başkuruş idaresininki talep takazasıga asasen 6 ay toşqanlıqda bir genel kurul Merkezi Azalar Merkezi Komite yığını namıda bir yığın etişimiz lazım boğallık için biz bugün şu yığın nimesine kıldık, uğurlaştırışını yığınını açtık. Karandaşlarımız olan 1-2 saatin yakı bu yığınga münasebetlik noktalarda, temalarda fikirleştik, ortaklaştık, fikir teklifler, tavsiyeler bulundu. Bu yığın münasebetimiz olan biz yani 6 ay jaryanida biz qilgan bazı meseleler hakkında hem kısaca bir müzakere kıldık. Hem de bundan keyin bu teşkilat bu yığından keyin yani bu 6 ay toşqan yani 6 yaşga kelgan yoki bir balog'atga yetgan yani bundan iborat bu salohiyat bilan Allah nasip etsin inşallah bundan keyin hozirga qadar qilmagan yoki qilib bo'lolmagan ba'zi ishlarni qilishga harakat qiladi, tirishchilik ko'rsatadi. Bununla bütün a'zolar bilan va boshqa bunun a'zo bo'lgan barliq qarindoshlarimizni jumladan Sharqiy Turkistonda qarindoshlarimizni qalbida bir da'di bo'lgan Sharqiy Turkiston uchun, xalqimiz uchun, dinimiz uchun bir kishilik to'pimizni qursak bo'libdi, bir ish qilsak bo'libdi deydigan samimiy qarindoshlarimizningki hamkorlashishi bilan, yordamlashishi bilan bu jamiyat inshaalloh bundan keyin texnik ko'plab xizmatlarni qilishi mumkin, qilishga tirishchilik ko'rsatdi.
yani bu yığın açılgan bu yığın münasebeti olan biz qarindaşlarımızga bu yığınga qatnaşmagan qarindaşlarımızga bu yığınninki mazmunidan azroq uçur berishni to'g'ri ko'rdik. Biz bu qatimliq bu yığın münasebeti bilan ba'zi bu tashkilotninki qurilmasida a'zolarida vazifa taqsimotida ba'zi bir o'zgarishlarni qildik. Şu münasebet bilan ham buningdan xalqimiz bir xabar tepishi lozim dedik. Bunun yani xalqimizning bilishga tegishli bo'lgan va xalqimizga bir ushur bermoqchi bo'lgan mazmunlarning eng muhimining birisi biz bundan keyingi bu Sharqiy Turkiston davosi yo'lida Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyat salohiyati bilan qiladigan xizmatlarimizda bu jamiyatga, bu organga rehberlik qiladiganға qarindoshimiz Abduqodir Hojimni jamiyat boshqonligi vazifasiga o'rlashtirdik. Ya'ni jamiyat boshqonlik vazifasini bu qarindoshimizga ortib yukladik. Qarindoshimiz buni xursandlikdan qabul qildi va barliq bu yerga qatnashgan qarindoshlarimiz, ahli ilm ustozlar bununla yaxshi tavsiyalarni, yaxshi fikr takliflarni, yaxshi ko'ngil so'zlarini bag'ishlagan bo'ldi, o'tirib qo'ygan bo'ldi. Bundan keyingi Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyati qurilishdimi bu Sharqiy Turkiston xalqining manfaati uchun xizmat qiladiganligi, Sharqiy Turkiston mujodalasi va Sharqiy Turkiston davosida bir kishilik to'pisini qo'shadiganligi va bu davo yo'g'on davo bo'lganligi uchun başka teşkilatlar, şəxslər kötərək məmuatqan yükünün bir qismini kötəşib biriş deyən məqsəd müddalı bilən qurulğan boğallığı üçün bunun keyinki xizmətini Allah nisb etsin inşallah qarindoshimiz Abduqodir Hojim rəhbərlikdə bu cəmiyyət bu davanı, bu məqsədini ro'yobga chiqarishda, etməmişdə, davamlashtirishda izchil tirishchilik ko'rsatdi. Bu münasebet bilan qarindoshlarımızga deydigan bir tavsiyelerim meniki cümleden bu teşkilatın kuruluşu biz bu çakısıda bo'lgan yig'ilishlardan meni chiqatim dedik. Bir şahsiy menfaat ya şahsiy muddao yoki bir baqo qilib bo'lgan ish emas. Sharqiy Turkiston davosini texmoqdarroq qilib kuchliroq qilib degan maqsad bilan qurilgan. Hali hozir ham şu muddaada davamlaşıdı. Onun için qarindoshlarimizningki şu cemiyet, teşkilatlık salohiyati bilan qilib beradigan, qo'ldan keladigan qanday ish bo'lsa, qarindoshlarimizni shu sohada nimaga ehtiyoji bo'lsa, kelsa tashkilot rahbarlari bilan kurashsa, izlasa, ahvolini desa, bu cihettimə quldan kelgan xizmetini qiladi Allah xohlasa inşallah. Ondan başqa barliq qarindoshlarimizningki bu yeni rəhbərliyini və cemiyetini və cemiyetning xizmatlarini yaqindan qo'llab quvvatlashini qarindoshlarımızdan ümid qilaman, qarindoshlarımızdan buni da'vat qilaman. Yana biri qarindoshimiz bu bo'lajimni Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyatininki yardımcı başkanlık, yardımcı reislikten ibaret bir vazifeye tayinladık. Buna Allah kalırsa inşallah bu Sharqiy Turkistondan ibaret bu zemininki müstakillik için bo'lgan mücadelesini tekib bugun yoki de bu tashkilot qurilgandan yoqi qilayotgan shaxsiyatlar emas, uzundan yoqi mushaddatning ichida bo'layotgan bu dava üçün qo'ldan nima kelsa shuni qilayotgan, narsa qo'shayotgan qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun biz buningki bu samimiyatiga, bu davoga bo'lgan muhabbatiga, qarindoshlar uchun qo'ldan nima kelsa shunga tayyor ekanligiga guvoh beradigan bo'lganligimiz uchun biz bu o'ringa qo'ydik. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Taala'dan bulanı bundan keyin bu dava yolda ve bunun o'xshagan bütün hayatınınki hem yerinde doğru yol üstüde kılışını, hak üstüde kılışını
mangan haq yolida g'albi natijalarga muvaffaq qilishini Allohdan tilaymiz. Amin. Amin. Yana shuni bilan birga o'qib qo'yilgan bir gap, bo'la raislik vazifasini o'tash jarayonida xalqimiz tarafidan qanday bir fikr taklif bo'lsa, qarindoshlarimizdan ko'rishib, chiroyli bir şekilde fikir tekliflerini sunsa, fikirleşse tamamen buludu. Şunu bilan birga Qarajimma bu yig'inimizga qatnashganlik uchun nayib xursand bo'ldik. Qarajim qataliq meyli biz olayli, meyli Qarajim bo'lsin, meyli boshqa har qanday bir ahli ilmi, har qanday bir bu davo sepede ketayotgan, bu diniy ve milli davoni mening davoyim deyotgan, bu cihetde kuyayotgan bir basiretli kişilerinki, bir ustaz dereceli kişilerinki buluğa tenkit kılış, ne ötkerse maaşın bu mudur da to'xtatib qo'yishdan ibaret hakkı var, salahiyeti var. Yani bütün ehli ilimler, ustazlar, yani özünün hakkını bilgen, özünün mesuliyetini bilgen, bu umumның gemini, menin gemim de bilgen ehli ilimler, bularını özünün kırındışı bilip, bu işini özünün işi bilip, bularga yakından yardımlaşsa, yakından yol gösterse, maslahat verse, to'g'ri qilsa qo'llab bersa, xato qilsa, mana xato qilibsizlar. Yoki de ma qilmoqchi bo'lgan ishlarni xato bo'libdi deb bularga nisbatan tuzitish bersa, bular suyunidi, qo'llaydi, qabul qiladi. Buni ham qarindoshlarimiz bilib qilishi lozim. Bugungi yig'inimizningki yani xulosasi bu, biz yuqorida bu ekranni ichishdan burun 2-3 saatlik müzakereleşip bütün qarindoshlarimizninki qo'llashi bilan bu qarorni oldik. Shuning uchun bu qarordan xalqimizni qisqacha bir xabardor qilaylik degan maqsadda ekranni ochgandik. Shu munosabat bilan qisqacha bir so'z qildik. Endi qolgan bundan keyingi qanday gap bo'lib qolsa, qanday ish bo'lib qolsa, yana o'rtaq bir maslahat bilan bu yo'lda davomlashtiramiz. Cümleten mening bu teşkilatning, cemiyetninki başkanlıqdan qilishim bu davo yo'lidan yoki siyosiy sahadan bu mücadeleden voz kechganligim yoki to'xtab qolganligimdan darak bermaydi. Bu davoda texnik kuchliroq cemiyet dernek başkanı bo'lib qilolmaydigan, başlıqlıq salohiyati bilan tug'anligim uchun qilolmaydigan ishni qila olishim uchun ben bunundan to'xtab turdim. Bunundan to'xtaganlik cemiyetten to'xtaganligim emas, siyaset sahasından to'xtaganligimdan darak bermaydi. Bundan keyin Alloh xohlasa inshaalloh qarindoshlarimizninki yordamlari bilan, duosi bilan, Rabbimning madad berishi bilan bu jihadi saha olsun, siyasi saha olsun, dini ta'lim tarbiya sahası olsun, cümleden biz iniga ehtiyojli bo'lgan bütün sahalarda qo'limdan qanchalik kelsa shunchalik 24 saatlik hayatım boyunca bu yolga davamlaşıman. Bu yolda men mevcut, men ba. Şu an qarindoshlarımninki xato tushunmasligini bu yuqorida degan gaplarimizga qarata asosan bundan keyin bu jamiyatni yolg'iz qolib qo'ymasligini, bu qarindoshlarimizni ham yolg'iz qolib qo'ymasligini, cemiyetinin ve bu yeni vazife algan, mesuliyetini algan qarindoshlarimizninki keynida o'rinsiz gap cho'chak, fitna fasadlarni tirmaslikni yoki de fitna fasad qilguvchilarning fitna fasadiga chavoq chamasligini umid qilaman. Yordamda bo'lishini tavsiya qilaman. Cenab-ı Hak Subhanahu va Taala hammamizni to'g'ri yo'lda qilsin, aql ustida qilsin, xalqimizga, dinimizga foydali bo'lgan xizmatlarni qilishga muvaffaq qilsin. Amin.